Kiyaho, voy. Qanday so'z bo'lishi mumkin? O'yinimiz davomida bir qancha so'zlar ko'rsataman va bizda yozilgan so'zlar harflarning o'rni chalkash joylashgan bo'ladi va siz ushbu so'zlarning to'g'ri variantini topishingiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Tayyorman. Birinchi so'zimiz Rashidey. adabiyotga juda ham yaqin so'z. O'ylab ko'ring. She'riyatmi? She'riyat to'ppa-to'g'ri. Ikkinchi so'zimiz Saboq. ko'ring. To'g'ri. Saboq. Va navbatdagi so'zimiz Kiyaho, voy. qanday so'z bo'lishi mumkin? Bu ham adabiyotga juda ham yaqin. Ha, hikoya. Nega? Mayli, to'g'ri. Dugoningiz yordam berdi. Va oxirgi so'zimiz. Qanday so'z? Ma'rifat. Albatta. To'ppa-to'g'ri topdingiz. O'yinimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Rahmat. Samsa.uz hamda Imlo TV'ga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.